Assalomu alaykum sahifamiz obunachilari va O'zbekistonda kuzatuvchilar. Vodiyda metan zapravkalar bugun ochilmaydi degan xabarlar berilmoqda va ko'p xabarlar har yarim soat, bir soatda o'zgarib turibdi. Shunga ko'ra, kecha e'lon qilingan soat 10:00 dan 16:00 gacha ochilishi kerak bo'lgan vodiy zapravkalari va Toshkent viloyatlarida, tashqi viloyatlarda amal qiladi, faqatgina viloyatdan tashqarida. Energetika vazirligi rasman bu haqida e'lon qilgan. Biz mana shu vodiyda tashqarida deb xabar berganmiz. Vodiy viloyatlari esa hokimlik bilan kelishilgan holatda hozirda vodiyda gaz birinchi navbatda aholi uchun xonadonlar, ijtimoiy obyektlar yetkazib berishi eng birinchi o'rinda turadi. Avvalo bo'lib metan zapravka borib yurmanglar, albatta ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib turinglar. Telegram yoki sahifamizda kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariy yozib ketasizlar. Va albatta biz vodiyda metan zapravka bo'yicha yangilik bo'lsa birinchilardan bo'lib, albatta mana shu sahifamizda xabar beriladi. Obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ysanglar, metan zapravka soat o'yinlari va soat ochilishi yopilishigacha vaqt menlar xabar berilsa e'lon qilamiz.